2026 Labo modeli bozorda o'zining ixcham o'lchamlari va amaliy imkoniyatlari bilan ajralib turadigan transport vositasi bo'lib, kundalik hayotda foydalanish uchun ideal tanlov sanaladi. Bu avtomobil shaharda harakatlanishda juda qulay bo'lib, tor ko'chalar va zich tirbandliklarda bemalol boshqariladi. Tashqi ko'rinishi sodda lekin zamonaviy uslubda yaratilgan bo'lib, silliq chiziqlar va ixcham siluet uni diqqatga sazovor qiladi. Faralar va radiator panjarasi umumiy dizaynga mos holda joylashtirilgan bo'lib, yorug'lik samaradorligi ham yuqori darajada. Avtomobil kichik o'lchamlarga ega bo'lsa ham ichki makon keng va yoqimli tuyg'u beradi. Ichki makon funksional va qulay tarzda tashkil etilgan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. O'rindiqlar qulay materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq masofali safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Salonda joylashgan boshqaruv elementlari oson tushunarli va qulay joylashtirilgan bo'lib, haydovchiga barcha tizimlarni tez va samarali boshqarish imkonini beradi. Sensorli ekran orqali media tizimni boshqarish juda oddiy bo'lib, Bluetooth orqali telefonlar va boshqa qurilmalarni ulash mumkin. Portlar esa zaryadlash va qo'shimcha qurilmalarni bog'lash uchun juda qulay. 2026 Labo dvigateli kichik hajmli bo'lsa ham samarali ishlaydi va past yoqilg'i sarfi bilan xarajatlarni kamaytiradi. Bu uning kundalik sharoitda juda samarali bo'lishini ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida boshqarishni osonlashtiradi va tezlikni silliq o'zgartirish imkonini beradi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yengil yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'lovchilarga safar davomida qulaylik bag'ishlaydi. Tormoz tizimi tez javob beradi va yo'l sharoitida ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada bo'lib, ABS va barqarorlik nazorati yo'l harakatida barqaror boshqaruvni ta'minlaydi. Old va yon havo yostiqlari haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi va xavfsizlikni oshiradi. Parkovka datchiklari va orqa kamera esa to'xtashda yordam beradi va tor joylarda harakatlanishni osonlashtiradi. Salondagi shovqinni izolyatsiya qilish darajasi ham yuqori bo'lib, yo'lovchilarga tinch va osoyishta muhit yaratadi. Videoni tomosha qilayotganda 2026 Labo modelining barcha xususiyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqing, chunki bu sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi va avtomobilning afzalliklarini yaxshiroq tushunishingizga imkon yaratadi. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Videoni yoqtirsangiz do'stlaringiz bilan bo'lishing va ular ham foydali ma'lumotlarga ega bo'lishsin. Sizni kanalimizda ko'rishdan mamnunmiz va sizga har doim foydali avtomobil sharhlarini taqdim etamiz. Doimo yangiliklarni kuzatib boring va biz bilan qoling. Rahmat sizlarga, barcha tomoshabinlarga.